Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Imom Muslimning sahihlarida bir hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril g'oybi mustajabatun." Musulmon kishini birodarini haqqiga g'oyibona qilgan duosi ijobat qilinadi dedilar. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Boshi tarafida bir o'sha ishga yuklangan, vazifa yuklangan farishta turadi. Muvakkal degani ya'ni mana shu ish bo'yicha har qachon bir birodarning haqqiga duo qilsa, buni haqqiga duo qilishga yuklangan bir farishta boshida turadi dedilar. Kullama da'a li akhihi bi khayrin qala al malakul muwakkalu amin va laka bimithlin. Har qachon birodarning haqqiga duo qilsa, o'sha farishta amin, senga ham shunga o'xshagani bo'lsin deb turadi. Boshqa bir rivoyatida va laka bimithlin va ziyada deb turadi. Senga ham shunga o'xshagani bo'lsin va ziyodasi bo'lsin deb duo qilib turadi. Shuning uchun birodarlarning haqqiga duo qilishlik bu sunnat amal va har qachon birodarning haqqiga duo qilinsa, shuncha o'zini ishi tez ariydi. Ammo aytaylikki, masalan, biron bir musibatda turibdi, birodarni biladiki, o'ziga o'xshagan musibatdagi birodarlar ham bor. O'zi inson birodarini musibatini qachonki boshiga musibat tushsa keyin biladi. Odatda bir insonda eshitganmiz, vafotidan oldin birolar ziyoratiga borganda yig'lab aytgan ekan, hech bir kasallarni ziyorat qilmagan ekanman. Shu 2 haftadan beri kasal bo'lib yotib, odamlarni tushundim. Agar sog'ayib qolsam, hammani men ziyorat qilaman der ekan. Lekin o'sha kasallardan sog'aymasdan o'tib ketgan u odam. Inson qachonki o'zini boshiga musibat tushsa, keyin musibat zadaladi, tushunadi. Shuning uchun ham duo qilib musibat ko'rganlarni, xususan agar ba'zi bir insonlarni bilsak, duo ijobat bo'ladigan paytlarda, sajdada, namozda ketidan aynan xoslab duo qilib qo'yilsa, farishta nima deb turar ekan? Amin, senga ham, seniki ham arisin va ziyodaroq. Agar yaxshilik so'ragan bo'lsa, senga ham bo'lsin va ziyodaroq bo'lsin deb, tabiiyki, gunoh qilmaydigan farishtalarning duolari mustajabroq bo'ladi. O'zimizga qilgandan ko'ra biroga darga qilsak, farishtaning duosini biz qozonar ekanmiz. Bu yerda yutuq bor-da. Gohida gunohlarimiz sababli o'zimizning duolarimiz ijobat bo'lmasligi mumkin. Lekin birodarimiz haqqiga duo qilsak, farishtaning duosi bizga bo'ladi, uning duosi inshaalloh ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo birodarlarimizga jamiki yaxshiliklar nasib qilsin, ularning musibatlarini aritsin. Shular qatorida bizlarga ham Parvardigor o'zini in'omlaridan nasib qilib, gunohlarimizdan o'tgan bo'lsin va duolarimizni mustajab qilsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad rahmatiga.